And the vice versa, whoever does وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. And whoever does bad, of weight of an atom, is going to receive on the day of judgment. And Imam Muslim narrates that the hadith of Abu Dharr, Prophet ﷺ told him that لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق أو بوجه طلق. Do not belittle any good deed, even if it's coming facing your brother with a cheerful face. You smile to your brother when you see him, and your face lights up. SubhanAllah. And the second point is, we must be grateful to Allah subhanahu wa ta'ala, because He's grateful. His name, by the name, we take benefit from the shakur. He rewards His his slaves for the little thing. He rewards them many things. Indeed, Allah subhanahu wa ta'ala calls al-insan, a mankind, لَكَنُودٌ. Al-Kanud is upon many salaf. Al-Kanud means ungrateful. Indeed, mankind to his Lord is ungrateful. So we must be grateful to the ni'am, for the good things that Allah subhanahu wa ta'ala gives us, good and bad. And the last point, and Prophet ﷺ says that مَنْ لَا يَشْكُرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرَ اللَّهِ. And whoever does not thank people doesn't thank Allah subhanahu wa ta'ala, meaning that for the favors. Your brother, the people doesn't have to do anything for you. Allah subhanahu wa ta'ala is doing a favor for you, and the people is doing a favor for you. So you must be grateful to people. So meaning that if you're grateful to people, you're grateful to Allah subhanahu wa ta'ala. And Allah subhanahu wa ta'ala says in Surah Al-Rahman, verse 60, هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ. And is there a reward for good, anything other than good? So you do good and you receive good, and vice versa. Allah subhanahu wa ta'ala is just when it comes to doing bad deeds. He punishes as mithl, as same thing as you done. But when you do good, He multiplies many times, doubles, triples, quadruple. And the Prophet ﷺ says, اتقوا النار ولو بشق تمرة. And the Prophet ﷺ says, fear fire, even if it's one date or half a date. So do not belittle even if it's that. Of course, if you have more things, it's better to do infaq. It's better to give from that which you have. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. O'zbekchadan qilamiz. Endi bu xutbani mavzusi Alloh taologa ash-shakur ismi bilan ibodat qilish. Ash-shakur shukr so'zidan olingan. Shukr qiladigan, lekin Alloh taoloniki boshqacha. Bizniki Alloh taologa shukr keltirdi degani Alloh taologa ibodat qilish. Uni bizga qilgan yaxshiliklari uchun Alloh taoloni o'zigagina ibodat qilish, o'zigidan so'rashingiz boshqa. Alloh taoloni shakriga siz kam amal qilsangiz ham Alloh taolo ko'paytirib berishi. Va Alloh taoloni bahosini Ibn Qayyim aytgandek shayx aytdi. Alloh taoloni bu ash-shakur ismi va sifati. Sifati degani Alloh taoloda bor shakur va bandalarini mukofotlash. Va bunga dalolat qiladiki Qur'on Zalzala surasining 7-oyati فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Kimki mithqol zarrachasicha yaxshilik qilsa, u kunda topadi. Ya'ni u kunda oladi o'sha o'zini qiyomat kunida. Va buni teskarisi وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Kim u kunda
kimki zarracha mithqolchalik, ya'ni zarracha yomon ish qilgan bo'lsa, qiyomat kuni o'shani topadi. Va Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Abu Dharr radhiyallohu anhuga aytdilarki, la tahqiranna min al-ma'ruf shay'an walau an talqa akhaka bi wajhin tariq. Biror bir yaxshilikni kam sanamang. Hatto u birodaringga yaxshi ochiq chehra bilan yuzlanishingi bo'lsa ham, mana shuni ham kam sanamang. Birodaringizni ko'rsangiz, o'sha ochiq chehra bilan qutlolish. Ikkinchi nuqta, biz doim Alloh subhanahu va taologa shukr keltirishimiz kerak. Hamd aytishimiz kerak. Alloh taolo Al-Adiyat surasida 6-oyatda insonni nima deb atadi? Innal insana li robbihi lakanun. Va inson Robbisiga noshukrdir. Va hamma mufassir olimlar nima qilganki, u lakanud, al-kanud ma'nosi noshukrlik. Va Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, bal la yashkurun nas la yashkurulloh. Alloh taologa kim odamlarga shukr qilmasa, ya'ni rahmat aytmasa, uni qilgan yaxshiliklariga bir yaxshilik bilan qaytarmasa, Alloh taologa ham nima qilmaydi. Chunki u odamlar shart emasda, birodaringiz sizga bir yaxshilik qilishi. Alloh taolo sizni yaratgancha rizq berib qo'ydi. Unga ham keyin odamlarga boshdan bosh rahmat aytmayapsizmi, shukr qilmayapsizmi? Alloh taologa ham shukr qilasiz. Va Alloh taolo aytadiki, Ar-Rahman surasida 60-oyat, "Fal jazaa'ul ihsani illa bi ihsan." Va yaxshilikka yaxshilikdan boshqa mukofot bormi? Ya'ni yaxshilikni mukofoti faqat yaxshilik. Va teskarisi, yomonligini nimasi faqat yomon. Va Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, ittaqun nar. Allohdan qo'rqing, taqvo qilgan Allohdan, hatto bitta xurmo bo'lsa ham, yo yarimta xurmo bo'lsa ham, shuni ham kam sanamaslik kerak. Chunki Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam davrida ovqat tanqis bo'lgan, boshqa o'sha ba'zi sahobalarning yeyishda hech narsa bo'lmagan. Bu paytda endi tushuncha bo'ladi. Hozir sizda bor bo'lsa, qancha bersangiz shuncha yaxshi. Alloh taolo Zalzala surasida aytganidek, kimki misqol zarrachasi yaxshilik qilsa topadi. Alloh taologa hamd sanolar aytamiz. الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه وقولي هذا فاستغفر الله لي ولكم استغفروه انه غفور رحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى ثم ما بعد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على قوم الكافرين. اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم انا نعوذ بك من النفاق والشقاق وسوء الاخلاق. اللهم علمنا العلم النافع وارزقنا العمل الصالح المتقبل. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا ورد غائبنا واقض ديوننا واهد العصاة منا وثبت المطيعين على ما تحب وترضى. اللهم انصر عبادك المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم انصر عبادك المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم كن لهم عونا ونصيرا وسندا وظهيرا. اللهم انهم حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، جوعى فاطعمهم، مرضى فداوهم. اللهم صد عنهم يد الظلم والبغي والعدوان. اللهم رد عنهم يد الظلم والبغي والعدوان. اللهم رد عنهم يد الظلم والبغي والعدوان. اللهم اجمع كلمة أمتنا على ما تحب وترضى. اللهم اجمع كلمة أمتنا على ما تحب وترضى. اللهم اجمع كلمة أمتنا على ما تحب وترضى. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم.